Her yili əslab turdim. Esingizdamikin? Yiliqi yili tug'ilgan kuningizda qo'li ishda gaplarimizni qulig'ini ding tutib anglayotgan xizmatdoshlarim oldida uning biror qamlashmagan gap qilib qo'yishidan ansirab gapini bo'lib etdim. Rahmat, bek avora bo'psiz. Bunda qilmasingizmi bo'ladi? Yo'qay, qanchalik ishdi? Sizmi mening ishlarimni bajarib berayotgan tursangiz? Bu mening xizmatim. Bugunchi bajaradigan ishlaringiz yo'qmi? Yo'q, bugunchi yo'q. Atdiganda tug'ilgan kuningizni bir tabriklay deb kelishim. Kechda qachon uydagilar bilan katta o'tkazsiz. Kulibli qo'ydim. Erimning tug'ilgan kunimni katta o'tkazib berishi menga mumkin bo'lmaydigan ish edi. O xo'shlashib ketdi. Üstelimning burjigini yig'ishtirib, gulni shu yerga qo'yib qo'ydim. Har qancha qilibmi xizmatda astoydil bo'lolmadim. Dimiqimga gupildab turib turgan gul hidi sezgilarimni g'idiqlab, vujudimdan yo'qolib ketgan romantik hislarimni qo'zg'amoqda edi. Men oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda shundoq romantik qiz edim. Simsim yomg'irlarda tanho aylanishni, oppoq qarliq dalalarda menishni yaxshi ko'ratdim. Oppoq qarlarning manzillarimga qo'llarimga qo'nib, tevishsiz erishidan huzurlandim. Xotiralarimni muhabbat lirikallari bilan to'ldiratdim. Elyorning ba'zi mijozi menga o'xshib qoladi. Oliy maktabdagi 3 yillik muhabbat hayotimiz to'lib toshgan qizg'inlik ham yotoqdoshlarim havas qiladigan romantiklikka to'lgan edi. Biroq muhabbatimiz qandoq romantik boshlangan bo'lsa, shundoq romantik oxirlashdi. Oppoq qor yoqqan bir kuni nimishqidir yolg'iz aylang'im kelib, maktab chetidagi kichikkina sayligohga keldim. Bu yer yozda ovat bo'lsa-mu, qishda bo'libmi bugünkidek qalin qor yoqqan kuni hech kim kelmaydi. Tuyuqsiz ko'zim maydonda qor etishib o'ynayotgan bir juplaga tushib, cho'chib ketdim. Elyor bizdan bir sinf to'van o'qiydigan, kichik boladek erkalab so'zlaydigan Qadriya bilan jahondan beg'am qor o'yiniga tushib ketgan edi. "Voy, qo'lim to'nglab ketdi", dedi Qadriya qo'lidagi bir kallaq qorni Elyorga atgandan keyin qo'lini og'ziga olib. "Akalam, men istib qo'yay." Elyor yugurib kelib, Qadriyaning qo'llarini tutib, og'ziga oldi. "Sizningmi to'nglab ketibdi?" Ular bir-birining qo'llarini eg'izlariga yaqin opirib, o'rdashmoqda edi. Men o'zimni daldiga yoshirib, ularga qarab turardim. Elyor chaponining oldini echib, Qadriyaning qo'llarini asta tortib, qo'yniga tiqdi. Birdamda Qadriyaning nozik jismi uning qo'yniga singib ketdi. Shu chaqda nimalarni o'ylaganimni bilmayman. Bo'ynimdagi Elyor chigib qo'ygan qizil sharpini yeshib, daraxt g'o'liga chigib qo'ydim. Shu chaqda Elyor meni ko'rdi. Men gap qilmayla burilib ketib qoldim. Uning qanday holatda turib qolgani menga noma'lum. Lekin u daraxtga chigib qo'ygan qizil sharpidan hammani tushundi. Xizmatga chiqib to'ymi qildim. Bolalikmi bo'ldi. Turmush halakchiligi taftish mahkamasida ishlaydigan erim Rustamning kaladek ig'ir mijozi, delo bijirayotgandek keskin muomalasi mening romantik xiyollarimni allaqayoqlarga uchirib etgan edi. To'y qilib uzoqqa bormayli yetib kelgan oshiq mashqlar bayramida yo'ldashimga menga gul sovuq qilishni aytdim. "Qandoq besh ishib qolgan saranxaqning bayrami ekan u?" dedi u parvosizlik bilan. "Shu pulga 2 kilo go'sht olgan yaxshi." Ko'nglimga jaqqada tekkan bu gapdan esa deb yig'lab ketdim. U bakla oshirayotganligini his qildimi? Kechdi menga o'tgan qitim olaman deb turib olsam, yoqsi bek o'chiqkan deb itbamagan po'paykini og'ish ketdi. Turmush deganda amalirak bo'lgan yaxshi. Oshiq mashqlar bayrami deb, olayda bir kun bayram qilmasimi?
er ayol bir-birini haqiqiy yaxshi ko'rishsalar, har bir kun bayramdek bo'ladi, deb qo'ydi u. U ortiqcha yasinishimni, chechimni bo'yishimni cheklaydi. Qatar joylarga bog'li qo'ymaydi. U shundoq kaskin mijozi bilan mendek yasanchoq, o'yin xumor sho'x qizni muloyim, oddiy sodda ayolga aylantirib qo'ydi. Balkim shu kuni heliq ish yuz bermagan bo'lsa, Elyor mening turmushimda yana paydo bo'lmagan bo'ladi. Balam 6 oylik bo'lgan chaq edi. Rustam mening emiziguga ixlos balalar sut parashugini tangshayotganligimni ko'rib, bala sut parashugiga o'ginib olsa ammaydigan bo'lib qoladi. Yaxshisi uni ko'proq emitgin, dedi. Balani endi sutdan ayırmayken deymi? Nemishqa? Tibbiy ilmdimi bala 6 oygacha amsi bo'ladi ekan. Uningdan keyin ona sutining quvvati bo'lmaydi ekan. Kim shundaq deydi? Ona sutining quvvatiga nima yetadi? O'g'il bola qancha ko'p amsi shuncha yaxshi. Undaq deganingiz bilan men ko'proq yemisam sut chiqmaydi ekan. Sut yig'iman deb to'la sho'rpa ichib bekmi kelansiz samirib ketdim. Ba'zi kiyimlar bola emitishga bek qolaysiz bo'ladi ekan. O meni endi ko'rayotgandek uzoq qarab ketdi. Sulbiya, men seni bundaq chakini xiyollarni qiladi deb faqat o'ylamabdiman. Shu bir onaning og'zidan chiqadigan gapmi? Mushu go'dak bolani o'z nasibisidan ayirish badaliga yasinib yurib qanchalik xushallik topsa. Bizning idoradagi ayollarmi shunday qilibdi ekan. Xaq nima qisqisin? Men o'g'limni u qong'icha emdiraman. Menmi o'zimni asirmasam bo'lmaydi. Amsi o'zingiz emiting. Mening ochchig'im kelgan edi. Men shundaq degach, emizigini balamning og'ziga opirib edim. Rustamning arvoyi 40 gaz qushdi. Uning mundaq ochiqlanganini hech qachon ko'rmagan edim. Opirava bu nimangni, qopaqvash qilva. Rustam qo'lidagi emizigini elib yerga etibdi. Ondan hech kutilmaganda shapaloq bilan mangzimga changmadi birini soldi. Qattiq tekkan shapaloqdan mangdab qilib, mangzimning vijildab echishib og'rishidan esimga keldimda, yotoq uyga kirib, o'ngrab yig'lab ketdim. Rustam qiyqirib yig'layotgan balani har qancha qilib bazaganmadi. Uyni yig'izar qapladi. Oxiri onaliq yuragim echishdi. Balamning yig'i ovozi yuragimni asdi. Aslida mangzim bekmi og'rib ketmagankan. Men og'riqdan emas, balkim uningdan tunji qitim tayoq yeganligim uchun yig'labdim. Yugurib chiqib, Rustamning qo'lidan balani oldimda, chinqilib ketgan ko'ksimni balaning og'ziga oppadim. Bala tez-tez emishga boshladi. Uning bag'rimga yepishib turib, xuddi ayrilib qolishdan qo'rqqandek, maykamni ching siqimdab turib, kuch bilan sho'rishidan vujudim bala emitgan ayollarni his qila oladigan shirin sezimga to'ldi. Ko'z yashim to'xtamaydi. Balam emib uxlab qoldi. Uni yotqizib qo'ygandan keyin erimning yuziga qaramay uydan chiqib ketdim. Nega berishimni bilmaydim. Mush ishqa erim urdi deb onamning uyiga borsam bo'lmaydi. Navrisini jenidan aziz ko'rdigan onam bu ishni anglasa, obdan qipti deyishdan yanmaydi. Bir besib, ikki besib, Ko'nchi daryosi bo'yiga keldim. Bosh atiyas. Uning ustiga havo xilali sovuq bo'lg'ashqa bu yerda hech kim yo'q edi. Daryo qirg'iqiga yasalgan pallampaylardan tushib, daryo leviga kelib o'tirdim. Zo'rg'i tutib olgan ko'z yoshlarim xoliyaga kelib biroqla to'kilishga boshladi. O'pkamni bosamay, yiqig'dab yig'lab ketibdiman. Tova,
taqdir odamni mushundaq chog'dimi uchrashtiramdi. Uning bilan yerim, balam uchimiz xo'shal ketib qolganda uchrashsam, yenidan maydamni kerib, mag'rur o'tib ketsam, qandoq yaxshi edi. Qerishqandek bugungidek nas bosgan kunda, daryo bo'yida yolg'iz yig'lab o'ltirganda, uning kep qog'inni qaramamdigan. Zulbiya, bu sizmi? Degan ovozdan ishtik beshimni ko'tarib qaradim. Parlampayning yuqorisida Elyor turadi. U shaharga yaqin bir nahiyada xizmat qilg'ashqa, necha yillardan beri uni biror qitimni ko'rmagan edim. U burunqi bangbosh, sho'x yigit qiyofatidan o'zgarib, salobatlik er bo'lib qopti. Bekmi o'ng'aysiz ahvolda gap qilolmayla qoldim. Ko'rishmagili xeyli uzun bo'pti. Burunqidanmi go'zallashib ketibsiz. Uzun chechingiz shundoq yorishibdi, dedi u. Uningga qanchalik nafratlanmay, uning maqtashlari qulqimga yiqimliq anglandi. Notunish kishilarmi yenimdan ajabmi chiroyli qizgan deb o'tib ketadigan chiroyimni erim biror qitimni maqtab qo'ymaydi. Elyor yenimga kelib pallampayda o'tirdi. Go'zal ayol daryo bo'yida mo'nib o'tirsa, ko'rgan kishilarga ajoyib tuyg'u beradi ekan. Apparat bo'lgan bo'lsa, yon ko'rinishingizni suratga tortib olakanman. Bo'ldi. Meni to'la mazoq qilmam. Bugun mening kayfiyatim yaxshi emas. Bu yerda o'tirganimizni haq ko'rib qolmasin. Chapsan ketim. Ha, boya chaqchaq qilib qo'ydim. Lekin rostimni desam, boya sizni yo'lda ko'rib, nimishqido orqangizdan agashkim kelib qoldi. Sizning bu yerda yig'lab o'tirganligingizni ko'rib, faqat chidamadim. Mening bilan nima ko'ringiz? Yig'lamdim, ko'lamdim, o'zimning ishi. Hay, burunqi muhabbatimizni o'ldiga chiqargandimi? Biz yanala boshlang'ishdan oliy maktabgacha birga o'qigan saboqdosh. Sizga ko'ngil bo'lish mas'uliyatim bor. Bugungi kunda yig'lamasangiz bo'ladi. Nimishqa? Bugun sizning 30 yoshga kirgan tug'ilgan kuningiz. Rost unutibdiman. Bugun 11-mart. Mening tug'ilgan kunim. Balamni beqib bulanmay, tug'ilgan kunimni esimdan chiqib ketibdi. Ko'ngilsiz xiyollar bilan mag'zimga 2 tomchi yosh eqib tushdi. Darhol surtib, o'zimni o'ngshib oldim. Haras, ajab mening tug'ilgan kunim yodingizda qoldi-ku. Chunki bugun mening tug'ilgan kunim. Yolg'on gap qilmang. Universitetda bir qitim, 1-oyda yotig'ingizda tug'ilgan kuningizni o'tkazgan-ku. Shu chaqlarda sizga hech yaqinlashamay shundoq qolgan. Nechirat sirtqa taklif qilsam chiqmadingiz. Shunga yolg'ondan tug'ilgan kunimni qilib, sizni qizlar bilan qo'shib taklif qilgan edim. Sizga qo'liq shumliqni pishib yetilgan. Undaqmi demam, shu yoshlikdagi sarangliq, shu chaqdagi ezishim, baxtsizligimning boshlanishi bo'lib qopti ekan. Ishinamsiz, men tunogin ayolim bilan ajrashib ketdim. Sadi uy tutquchiligim qolmagan. Men sizni cho'qim baxtli o'tib deb o'ylaydim. Bugun qarasam, shu chaqda men poq yemagan bo'lsam, biz allaqachon bo'ldi qiling. Men uni silkib etdim. Kim meni baxtsiz deydi? Illiq oilam, umoq o'g'lim bor. Shundoq baxtli yashayapman. Shundoq bo'lishini umid qilaman, dedi u kulimsirab. Uning kulishlaridan gapimga ishonmaslik masxara chiqib turadi. Demisimi daryo bo'yida yig'lab o'tirib, men baxtli yashayapman desam, u ishonadimi? Shundan keyin Elyor nadan surishtirib bildi, ishxonamni to'la agiydigan bo'lib oldi.
Yeli pul amanat qo'yatdi. Yeli alatdi. Yeli og'inilariga hamroh bo'lib kelatdi. Tug'ilgan kunim ekanligini bilgan xizmatdosh ayollar kechda so'rin tuzib o'tirmoqchi bo'lishdi va birdamda telefon urib o'tirdigan yanimi muqimlab bo'ldi. Endi menga amal yo'q edi. Bu asarning bugungi anglitisi mush yerda oxirlashdi.